Assalomu alaykum hammaga. Bize navbatdagi ko'mir qatili o'tirgan xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz Qoraqalpoqda ekan, Qirqizobodda. Kim uy edi? O'zingiz adingizni aytangiz hali. Jaloliddin aka uy ekan bir, bolasini adini ayttirdilar. Bu xonadonimizga Xudo xolasa bizlarga bir hafta oldin murojaat etdi. Bugun bitirib topshirdik. Bu xonadonimizga shuningdek zamonaviy batareyalarni qo'yib, ko'mir atablini o'tirib berdik. Bu xonadonimizga 13 yere batareya qo'yib berdik. Şu 15 tochka bo'ldi. 175 tane batareya ketdi. Jami 45 milyon 575 ming so'm bo'ldi. Ishlatib qo'ldan kelgancha akkurat etib ishladik. Bu xonadonimiz bizlarni ichanni tushirmagani uchun tushirmadik. Birini Xudo xolasa atabliniga 1 yilcha garantiyaga novi kamisi bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Sizdan $200 avans olvadim. Otesingizdan $200 hisob kitobdan minus etdimmi? Yine hamyurtlar realni bo'lib turibdi. Men ya o'rgatyapman, ya netyapman. Shu holatda yana masalan kafolatini beraman. Shu kafolat bo'yicha internetda tashanim bo'yicha 1 yil meni zimmamda turadi bu qatil. Bir kamisi bo'lsa ya boshqa turdagi narsa bo'lsa, bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Kelib uzatib berib ketaman. Şu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekranda videolarga like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Agar manlik xizmatlar, ko'mir atablini, gaz atablini xizmatlariga kerak bo'lsa, yana pastda telefon nomerlarim bor. 91 dan 425 83 87 telefon nomerlarim. Murojaat etaverasizlar. Shuni bilan bizning bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakunini yetdi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning keyingi videolarimizni ko'rib borsangizlar, bizniki endi Qoraqalpoq Beruniyda bo'ladi. Xivada bo'ladi, Urganchda bo'ladi. Bizning hamma tumanlarda, Qoraqalpog'iston Respublikasida odamlarimiz bor ishlab turibdilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.